Ijtimoiy tarmoqlarda 14 yoshli qizning dugonasi bilan birgalikda PPS xodimlari ushlab olib ketganligi va pedofillikda PPS xodimi ayblanayotganligi to'g'risida videolar tarqalgan edi. Bu haqda qizning akasi xabar bergandi. PPS xodimi uning voyaga yetmagan singlisini o'z mashinasida tog'ga olib ketgan. Qizning yonida dugonasi ham bo'lgan. Qizning so'zlariga ko'ra, xodim ularni uyiga kelib mashinaga o'tirishni talab qilgan. Qizlar qo'rqib uning talabini bajargan. Qizning aytishicha, xodim ularni tog'ga olib borib, nomaqbul, axloqsiz harakat qilishga uringan. Qizlarning biri akasiga geolokatsiya yuborishga ulgurgan, ammo bu holat atroflicha tekshirilgan. Ma'lum bo'lishicha, PPS xodimi aslida jabrlanuvchiga talqin qilinayotgan qizga oldindan tanish bo'lgan. Rasmiy axborotga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan PPS xodim bilan bog'liq xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deyilmoqda. Internetdagi ayrim sahifalarda ichki ishlar organi xodimning voyaga yetmagan qizga nisbatan g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilganligi haqida norasmiy xabarlar tarqaldi deyildi. Surishtiruvlar davomida tarqatilayotgan xabarda keltirilgan iddaolar mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmasligi ma'lum bo'lgan. Joriy yilning 27-aprel sanasida soat tungi 00:40 atrofida Ohangaron shahar ichki ishlar boshqarmasi PPS xodimiga tanish 22 yoshli ayol qo'ng'iroq qilib, undan maslahat olish zarurligini aytib chaqirgan. PPS xodimi yetib borgan vaqtida 22 yoshli ayol bilan uning 14 yoshli qiz tanishi birga chiqib, xodimning mashinasiga o'tirganlar. Shu vaqtda 18 yoshli videoda murojaat yo'llagan shaxs, ya'ni aka, 4 nafar tanishlari bilan kelib, xodimni haqoratlab, janjal ko'targan. U aslida 14 yoshli qizning hech qanday qarindoshi va akasi hisoblanmaydi. Holatda voyaga yetmagan qizning ishtiroki bo'lganligi sababli to'liq tafsilotlar hozircha ochiqlanmadi. Ish yakuniga ko'ra, yolg'on axborot tarqatgan shaxslarga nisbatan ma'muriy og'ir oqibatlarga olib kelgan taqdirda jinoiy javobgarlik choralari ko'riladi. Shu o'rinda ichki ishlar Bosh boshqarmasi ommaviy axborot vositalari vakillariga xabarda keltirilgan janjal asl holatga to'g'ri kelmasligini ma'lum qilib, ushbu xabarni tarqatmaslikni so'raymiz deyildi. Ayni paytda esa xodim xizmat vazifalarini bajarishdan chetlatilgan.